Malibu 2 yoki Kia K5? Voy, eng katta konkurentlar bular. Aha. Xo'p, keyin shuni solishib ko'raylik. Xo'p, tezlik bo'yicha. Tezlik bo'yicha Malibu 2 turbina tezroq yuradi, Malibu 2. Komfort bo'yicha. Komfort, salon komfortiga keladigan bo'lsa, Kia K5 da texnologiya ko'proq, Kia K5. Yo'lda o'zini tutish bo'yicha. Burumlarga keladigan bo'lsa, Kia K5 tez buriladi, burumlarda o'zini yaxshi his qiladi, lekin Malibu 2 uzoq yo'llarda o'zini yaxshi his qilib oqib yuraysan. Servis bo'yicha. Servis bo'yicha keladigan bo'lsa, Malibu 2 mana zapchastlari ko'p bo'lgani uchun servisda Malibu 2 yutadi. Ko'rinish bo'yicha. Ko'rinish. Kia K5. Yoqilg'i sarf bo'yicha. Bunda ham Kia K5, sababi 708 litr, Malibu 2 da bo'lsa 910 litr sarf bor. Qaysi biri hozirgi narxiga arziydi? Ana shuni keyin kommentariyadagilardan so'rab qo'yaylik. Xullas, Malibu 2 mi yoki Kia K5 mi? Qaysi narxiga arziydi? Yozib keting.